Hammaga xayr. Ha bola, men YouTube'ni tark etyapman. Ha bola. Bu so'zni Hekerdan yana bir bor eshitdik va bu safar Heker haqiqatan ham YouTube'ni tark etdi. Proyodan anglaganingizdek, u avtohalokatiga uchradi. Lekin bu yolg'on. To'g'risi shunday qilmasam videoga kim ham kirardi. Heker YouTube'dan ketganining sababi esa sababini Xirimdan bilaymi? Lekin u bizga ketishidan avval shu so'zlarni yozib qoldirdi. Cho'pap. Ya hazil bolalar. Qarochi Heker aytganki, o'zi nima deganlardi? Heker shunday dedi. Barchadan uzr so'rayman. Meni kechiringlar. Qattiq xafaman. Menda muammolar bor. Har doim kanal ko'tarildi deganimda yangi muammo. Men buni umuman xohlamayman. Shuncha qattiq mehnat qildim. Kanalimni 200 mingtaga olib chiqdim. Lekin men shu narsaga umiddaman. Men yaqin orada qaytaman va o'z ustimda ishlayman. Menimcha tashlab ketmasangiz kerak deb umid qilaman. Men bu xabarni yozayotganimdan qattiq xafaman. Men ham sizlardek kanal yo'q bo'lib ketayotganidan xafaman. Va eng asosiysi bu kanal ortiq video chiqarmaydi va bu kanal sotiladi. Ha, men eng yomon odamman. Men pul uchun hammasini qilaman. Pul uchun obunachilarni sotaman. Xursandmisizlar negativlar? Ko'plar meni tushunadi, ko'plar esa yo'q. Puldan muammo yo'q, lekin katta muammolar, katta tashvishlar. Men qaytishim mumkin. Bu qaytish yaqinda ochiladigan ikkinchi kanalimda bo'ladi. U kanalda sizlar bilan oxirigacha bo'laman inshaalloh. Hammaga xayr, sizlar bilan Heker bo'ldi. Balki qaytarman, balki esa yo'q. Bu Hekerning oxirgi gaplaridan biri edi. Bu gapdan so'ng Heker o'z kanalini sotib yubordi. Heker balkim qaytar, balkim yangi kanal ochar, lekin unisini men bilmadim. Heker qaytishini men intiqlik bilan kutaman va kelgan taqdirda ham sizlarga o'zim xabar berib qo'yaman. Ha, yana bir narsa, Heker